Vay, tushunishmadi. Opa. Menimcha. Opa, meni yo'qlab keling. Xursand bo'lasiz. Opa. Xursandchiligingizni bo'lishasiz. Yutib oldingiz. Moshni yutib olsangiz, nima bo'ladi, nima qilasiz? Xursandchilik bo'ladi, osh qilib beraman. Oshni boshib uramanmi? Nima bo'ladi? To'xtab turishdi. Nima bo'ladi bilasizlar? Ha? Ha, onam xojona. Diqqatga ishonib qo'yinglar. Xojonam. Ha, baloni bilan ekansiz. Yomon ekansiz. Eshitdinglarmi nima dedilar? Suyunchi degan narsa bor dedilar. Ha? Netirchi bo'lsa. Xo'p, tayyormi hamma? Tayyorsizlar, Kalit ham shu yerda. Kalit top kelganini qaranglar. Hamma tayyor bo'lsa, hozir random dasturini ishga tushiramiz va 3 ta ishtirokchi orasida g'oliblarni aniqlaymiz. Hamma tayyormi? Farg'ona ovozini eshitmayapti. Qaranglar, kim chiqsa ham o'ynab berasizlar sahnada. Kim chiqsa o'ynab berishadi. Qani ketdik. Birga sanaymiz. 1 2 3 ketdik. Qarsaylar bo'lsa? Hadi! Va Damas g'olibi! Anjon bo'lga qani? Ketdi! Tomsa o'ynar. O'ynab bermasin o'yinda. Davay! Rahmat. Hop, hammani oldida tantanali tarzda topshiramiz. Bitta gulduros qarshi chalib qo'yinglar, mana shu yigitga yozilgan ekan. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Baxt bu ham katta omad. Quvasoydan kelgan ukamiz ismingiz? Marg'ilon. Marg'ilonda. Uchta do'kon sotish. Damas Marg'ilonga ketdi. Damas Marg'ilonga ketdi. Qoldi Marg'ilonda-da. Gap bo'lishmas. Nima ish bilan shug'ullanasiz? Tadbirkormisiz? Parda magazin sotamiz. Parda. Parda bo'yicha. 3 ta magazin hammasi pardali. Nima nomi pardani? Nima? Pardani do'konni reklamasi bormi? Alsin parda magazini. O'shani aytinglar, hozir shuncha muxlis o'tiribdi. To'y qiladiganlar bor. Qat'iy murojaat qilishni ayting. Hozirda kombinat parda bozorida ishimizni yuritamiz. Alsin parda magazini.